Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlerini 3 işte shoshilishga buyurdi. Ana bulardan eng avvalgisi vaqt kirgan namozni tezda o'qib olishga buyurdi. Bo'yi yetgan qizni o'ziga mos o'rnidan kelsa, sovchi kelsa tezda uni uzatishga buyurdi. Va mayitlaringizni tezda dafn qilinglar deb Payg'ambar alayhisalom bizlarga buyurdi. Demak, mana shu o'rinda Payg'ambar alayhisalom dunyodan o'tgan odamni tezda dafn qilishligimizni mana hadis sharifda aytayaptilar. Hozirgi kunda mayitlarni 1 kun, 2 kunlab saqlab qo'yadigan holatlar kuzatilyapti. Nima uchun? Farzandi safarda ekan kelib qolsin. Boshqa joyda ekan kelib qolsin. Xo'sh, o'sha farzand keldi ham deylik. Kelgandan keyin otasi uchun yoki o'tib qolgan onasi uchun nima ish qiladi? Ba'zilar, endi hamma emas, ba'zilar tomoshabin bo'lib turadi xolos. Hattoki farzandlar kelib otasi o'tib qolganda uni yuvish uchun, g'usl qildirishlik uchun kirmagan holatlari bor. Janozalarda janoza namoziga turmagan holatlari bor. Kuzatilyapti shunday holatlar. Vaholanki farzand kelsin deb o'tgan otani, dunyodan o'tgan otani 3 kun kuttirdilar. Lekin u farzand mana shunga loyiq ish qilmadi. Eng oxirgi xizmatni ham qilmadi. Oxirgi xizmat nima edi? Otasini yuvib, kafallab, namozini o'zi o'qib, o'sha jamoat bilan qabrga olib borib dafn qilib qo'yishlik edi. Mana shu ishlarni ham qilmaydigan farzandlarni kutib o'tiriladimi hech qachon?